Dünyada insan üçün vətən ən qimmatlik və ən qadirlikdir. Çünki hər qandaq bir insan yurtsiz, vətənsiz yaratılған emas. İnsan öz hayatidagi nurg'un ishlarni unutib ketalishi mumkin. Lekin nada o'sib, nada cho'ng bo'lganligini mangu unutib ketolmaydi. Vatan deb atalgan shu yigona, go'zal tuproqda o'sgan har bir tal giyohning, yashagan har bir jonivorning, har bir narsaning shu inson qalbiga o'rnashgan o'chmas va o'lmas xotirasi bo'ladi. İnsanlarning o'z vataniga bo'lgan muhabbati va sevgisi yuksakdir va ulug'dir. Lekin bu xil vatanparvarlik ruh, quruq, dabdabilik oliy ehtirom emas, balki dono aql faoliyatidir. Qadrli ko'rma do'stlar, bu sam programmamizda biz yozuvchi Ahad Turdining Sarson ruh nomli romani ustida suhbatlashishni loyiq topdik. Men program riyosatchisi Kurash Barat. Programmamizga ishki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Men ishki aziz mehmonni ko'rman do'stlar tanishtirib o'tay. Ahad Turdi, davlatlik birinchi darajalik yozuvchi. Uning yakchash va muzdigan yurak qatorliq hikoya povestlar to'plami. Davr sadosi nomli maqolalar to'plami. Unutilgan kishilar, hayot shundoq, sarson ruh, baxtsiz sayriya, yiroqdagi muhabbat, qabohat qatorliq romanlar bo'lib, 10 tomlik asarlar to'plami nashr qilingan. Muhammad Polat, tadqiqotchi, adabiy tanqidchi. Uning yaxshiroq yozayli, qisqaroq yozayli. Uyg'ur adabiyotida proza, kitobxonlik ta'sirotlari, adabiyot va davr. Uyg'ur adabiyoti haqida muhokama, hanzucha. Adabiyot, chilliq va go'zallik zemini. Realligimizning kichiklitilgan badiiy surati. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti haqida muhokama qatorliq asarlar nashr qilingan. İnsan qalbidagi vatan muhabbati o'z atrofidagi qarindoshlari. O'zing so'ng bo'lgan ash shahar, ashu sahroga, uning bag'ridagi azim tog' daryolarga, yop yeshil bo'stonlarga, qisqasi har siyosiy, har jibning tuprog'i va har o'chun suygi bo'lgan muhabbat bo'ladi. Bu bayşat turmuş ularni yanına qanoat hosil qildimi? Vatanparvarlikni ulug'lash, vatanga bo'lgan sevinishi. Ahad Turdika endi sizningki Sarson ruh nomli romaningizda muajirat turayotgan vatandoshlarning vatanga bo'lgan o'tliq sevinishi, ularning o'tliq muhabbati, shundaqla el yurtningki, tuprog'iningki go'zal hidi turib turdi ekan. Cho'qim ma'lum bir yozuv, ma'lum bir asarni vujud chiqarishda muayyan maqsad muddasi bo'ladi. Endi siz qachon, qanday tarixiy sharoitda mush romanni o'ylab qolgandingiz? 1991-yili ben teklifga binaen Saudi Arabistanıga haj faoliyatiga bordim. Haj faoliyati tamam bo'lgandan keyin Mekke'de, Medine'de, Ciddi'de o'tiraqlashib qolgan Uyg'urlarning odati bo'yicha haj faoliyatiga borgan yurtdoshlarni, tanish bilishlarni uyga chaqirish, o'zaro pat o'qishish, o'zaro mehmondorchilik qilish boshlanib ketdi. Men şu münasebet bilen Arabistan'da muhacirat turayotgan nurg'un vatandoshlar bilan uchrashdim. Nurg'unlarla hem dasturxon bo'ldim, hem suhbat bo'ldim. Mening bilishimcha Arabistonda yashayotgan mush Uyg'ur qarindoshlar hammasi degidek boy savdogarlar, davlat atlagan tijoratchilar, hatto bolalarni chet ellarda o'qitayotgan shunday sharoitga moddiy jihatda to'yingan odamlar. Gel şundak bolsunma, lekin bularning gap so'zlaridan, hissiyotidan qandaqdir bir xil g'ariblik, miskinlik chiqib turadi. Men ashundaq his qildim. Bu g'ariblik, bu miskinlik o'zining vatandan ayrilganligidan iborat, mushundaq bir ruhiy azobdan kelib chiqqan. Bu moddiy hayot, bu bayşat turmush ularni yanına qanoat hosil qildimi? Ularning qalbining cho'nqir yerida yanala öz yurtiga bo'lgan, öz makoniga bo'lgan, öz vataniga bo'lgan bir o'chmas muhabbat, bir muqaddas tuyg'u yanına hukmra o'zini yashayotgan. Men anqacha bu faoliyatni tugatib qaytib keldim vatanimga. Qaytib kelgandan keyin turib da bir mazgil o'tgandan keyin mushu narsa mening kallamda nihoyat bir jonlanishga boshladi. Bir ijodiy hayajon bilan ikkinchi qidim 1995-yili qish vaqtida, ya'ni ikkinchi oyda men Saudi Arabistoniga kitob yozish muddaosida
turmuş öğreniş üçün savdası var. Ki ben berip bu turmuş öğreniş jarayonida mutlaq ko'p sondagi xalq haj uchun chiqib, shu haj faoliyatini tugatib qaytib kirgicha yo'l taqilib qolganlik sababidilla amalsiz qolib qolganligi his qildi. Amalsiz qolib qolganlarni mushu yerda yashash, mishada o'tiraqlashib qilish, mishada turmush ko'chirish, tirikchilik qilish uchun beshida nurg'un qismatlarni o'tkazgan. Nurg'un ochiq taqdirlarga duch kelgan. Hatto bular vatansizlikning dardini ko'p tatgan, xo'rlangan. Shuning bilan bu jarayonda mening mushundaq bir asar yechib tutish qilganimning mayt o'zim bir xosiyatli ish qildim-a. Haqiqatan men hech bo'lmasam mush odamlarning ko'ngildagi bir gapni o'zining yuragida aytolmayotgan bir gaplarni men mush orqali aytib beralaydi ekanman deb bu asarga bo'lgan o'zimningki ijodiy hayojinim qiziqishim taqmi kuchaydi. Tanlangan detallar bo'lsin, vaqalikni o'rnatishtirishi bo'lsin. U niyalik Uyg'urlar o'qisa, ular so'ylanadigan muattik qarindoshlar o'qisa, ular hayajonlanadigan mishlar bir kartina aslabdi. Endi Muhammed Bulat aka, siz mushu Sarsanroq romanininki tematik ideyasi, yozuvchininki mushu yetmek cho'qim badiiy g'oyasi to'g'risida to'xtalib baqqan bo'lsangiz. Sarsanroq romanining tematik mazmuni endi inson ma'naviyati va axloqida eng oddiy, lekin eng buyuk ma'naviy mazmun bo'lgan vatanparvarlikni ulug'lash, vatanparvarlikni gavdalantirish endi. O'tmish muhojiratda yashab kelgan bir to'p qarindoshlarimizning qalbida hozirgacha pok saqlanib kelgan vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan sadoqatlik tuyg'usini gavdalantirish. Texim indig'roq esaq hayot yashayotgan har qanday bir shaxs taqdirining hayot g'oyasi bilan baxt intilishining vatanning taqdiri bilan birligini gavdalantirish orqali davrimiz kishilarining vatanparvarlik hissiyatini texim beytish va texim uni ilhomlantirish. Meningcha asar o'zining badiiy aloqasi bilan mushu maqsad yetgan. Endi unda olganda shu badiiyligi bilan degan vaqtingizda qaysi tarafdan ko'z tutdingiz Muhammad Bulat? Birinchisi mening endi ko'z tutganim vaqalar yo'nalishining izchilligi. Ikkinchisi ziddiyatlar to'qinishining o'tkirligi. Bu personaj jon beg'ishlaydigan asos omil endi bu. Masalan, qaysi qismi eng o'tkir? Masalan, o'tkirligi ma'naviy tarafdan, maqsad orzu tarafdan mutlaq kelishtirib bo'lmaydigan ikki dunyoning illishishi. Ikki dunyoning illishishi endi. Mushu romanda mushu tuyg'u bor. Uchinchisi endi personajlar xarakterining aniq xosligi va ro'shanligi. Bu romanda personajlar nayjiq, lekin hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. Xoslik ega. Xarakter nayt ro'shan. Bu ma'naviy dunyosi o'zining harakat, fikr, til, munosabatlarda nayt aniq aks etib turdi. Ammo mush tarafdan qarab, men shu uch omilni endi asarning badiiy aloyligini, badiiy muhabbatini belgilaydigan omil deyman. Mush uch omil bo'lsa, asarning o'ziga xos badiiy ijodiy mazmun tabiiy oldi borliq keldi. Asarda men mushu ruh bor. Vatanparvarlik, vatanga bo'lgan sevgi, sadoqat, uning qayg'u va shadligini o'rtoqlashish, o'z taqdirini uning taqdiri bilan bog'lash, vatanning sharifi, istiqboli, kelgusi uchun borliqni beg'ishlash yo'lida qilingan sharkatlarning natijasi orqali ifodalanadi. Birinchi qismi dengiz tutashqa yo'llarga, ikkinchi qismi quyosh so'yga. Taqdir qismatlarning ashunda bo'lganlik bilan munosabat. Bu yozuvchining badiiy g'oya maqsadiga vakillik qila oladi ekan. Unda bo'lsa, Axaturdika bu romandagi vaqalarning chetilish doirasi to'limi kengga. Personajlarimo bak ko'p ham xarakter jihatdan rangdorligi ekan hamda. Yuqorisi podshohning ko'vini gadoygacha, o'g'ir qaraqchi, qimozgacha tasvirlanibdi va ulardan keyin xarakter yaratilibdi. Endi qarsak asar ikki qismga bo'linib yozilibdi. Birinchi qismi dengiz tutashqa yo'llarga, ikkinchi qismi quyosh so'yga. Bu ikki qismniki mavzularimni ayt obrazni qo'yildi deb o'yladim. Endi yana qarasam romanda endi vaqalikninki liniya nuqtasiga qaragan vaqtingizda bir taq liniyalik ahvol asosiy salmoqligilar ekan romanning vaqaligida. Endi asarning qurilmasini nima ish qilishida o'rinlashtirib qoldingiz Axaturdika? Endi bu taq sujetlik, taq liniyalik yozishning sababi meningki mushu asarda bayon qilgan, ifodalagan personajlarimning taqdir qismatlarining ashunda bo'lganligiga munosabatlik. Masalan,
Atxondan iborat mush bir tijoratchi. Topgan tagini hajlab, yurtdagi bola chaqasini o'rinlashtirib, 16 yoshli o'g'lini o'ziga hamroh qilib, muqaddas haj safari uchun haj ishqida safarga otlanadi. Bular 1 yildan ortiq jafo mushaqqatli safarni beshni o'tkazib, oxiri Saudiya Arabistoniga keladi. Demak, asarda mushu Atxondan iborat, Atxon va Akbardan iborat mush bir bosh personajning hayoti asos liniya bo'lg'achqa, asarning boshdan oxir mushullarning taqdir qismati, mushullarning hayot yo'li bo'yicha tadqiq qilgan. Shuning uchun asarningki suyet liniyasida mushundaq bir toq liniyalik, toq yo'nalishlik yezishning sababi mush. Shundaq personajlarni yaratish va bularningki xarakterdagi o'zgachilikni aks ettirishninki nima zaruriyati bo'lib qoldi xatirlik. Unda bo'lishi mushu Atxon bilan Akbarning iborat mushu bosh personaj o'zining mushu uzun bir yildan ortiq bo'lgan safar jarayonida bular nurg'un narsa yo'liqidi, nurg'un narsa uchirdi. Masalan, Arabistonga borgandan keyin yo'qsizlikning dardini tortdi, makansizlikning dardini tortdi. Ozroq pul tepevide boshqalarning ko'z qizirib bularni bosmoqchi bo'ldi. Mushta sharoitda bular oxir podshoh deb aytish to'g'ri keldi. Mush bosh personajni atrofida o'rab turgan mush ishlar bo'lmasa, ma'ning xarakterini, buning hayotini yo'ritib bo'lmaydi. Mush bosh liniyani oxirgi davomlashtirib bo'lmaydi, oxirgi yo'ritib bo'lmaydi. Endi mushu Elimshoning obrazi mening qalbimdan biroz larziga soldi-chu. Bu nihoyatda xarakter bir xil o'zgacha bir xil rangdor, bir xil boshqa hech qanday personajlarga o'xshamaydigan bir tarzda yoritilibdi. Siz mushu avval pendida mushu personajni mushu asar o'ltirayotgan vaqtingizda o'zida azoblandingizmi? Albatta. Nimishqa desa, Elimshonmi men mush asarda o'zim nihoyat muhabbat bilan, qiziqish bilan, hayajon bilan tasvirlagan obraz, personaj. Birisi qimavozdan iborat mushna bir shaxsning nafratlik tarafi, ya'ni razil tarafi ko'rsatilsa, yana bir tarafdan Elimshonninki nihoyat mardonlik. Elimshoning olijanobligi nima desa, jon uzish oldida 20 tillarni Atxonning oldiga qo'yib, Atxon aka, mushni sizga berdim, mush 20 tillarni siz haramdan hayot qaytib ketalisingiz, mening ashu Qashqardagi onamning qo'lida qolgan yetim qizimga shuningga topshirib bering. Baba. Shunga endi mush obrazni men ish qilib bir odam tariqasida yaratdim deb o'zim qanoat hosil qilaman. Muhammad Bulat aka, sizcha mush asarda mush Atxonning obrazi qanday yaratilgan? Menga eng yaragan obrazi birisi menda. Nayt turmushi va tabiati. Endi bu romandagi o'rinda men qarasam, bu Atxonning o'zi o'sha turmushning qayniga qo'yilgan. Ziddiyatlar to'qinishning markaziga qo'yilib, endi buning haliqi obrazi qiymat kiritilgan. Bunun münasebeti, fikri, xiyali, arzu, istiga hammasi o'ziga xos endi. Hech qanday odamga o'xshamaydi, boshqa birsga o'xshamaydi. Shunga bu mushu Atxon obrazi o'quvchi kutmagan darajada badiiy ta'sirga kuchli ega bo'lgan. Men endi shunday qo'ydim, axir bu mushu Atxon obrazida aks etgan umumiy ruh mushu yozuvchining badiiy g'oya maqsadiga vakillik qila oladi ekan. Menimcha mushu Atxon obrazining badiiy estetik qiymati mana shu edi. Undaqda Xaturdika romani tasvirlangan o'rin, personajlar faoliyat etib boradigan makon muhitnay keng yerga chetildi ekanda, Qashqardan tortib Pokistongacha, Pokistonningki Gilgit, Rawalpindi, Peshawar, Karachigacha bo'lgan araliqda. Oningdan keyin mush Saudiya Arabistonidan Misrgacha bo'lgan mushu keng rayonlarningki muhiti, mush personajlarningki faoliyat etib boradigan makoni buni atrofliq keng ta'sirlanib, bu mush makonni shunday bir jonliq yaratish uchun cho'qim shiyalarni tekshirish, yerning turmushlarini egilash, mushu turmushlarini o'rganish orqali endi yaratgan bo'ladi bundaq. Ham shunday bo'lganda sizning mushu o'zingiz yozgan mush joylarni ko'rib, shu joylarda oz-to'la bo'lsin yashab boqqan manda ahvollaringiz bor. Romanda tasvirlangan. Qashqar meni o'zimning vujudi. Qashqardan chiqib
Muş Taşqo'g'an orqali endi Taşqo'g'anga men borgan bilaman. Ondan keyin men Pokistonda Rawalpindida bo'ldim, bir mezgil turdim. Ben o'rgandim. Karachi'da bo'ldim, Karachi'da o'rgandim. Islamabad tutdim. Saudiya Arabistoni, Jidda, Madina, Makka, Toyib, Riyod qatorliq yerlarning hammasi o'z qadimim bilan besib, o'z ko'zim bilan ko'rib, asarda tasvirlangan personajlar yashagan shu muhitlarni chiqib asosan o'z beshimdan o'tkazdim, ko'rdimmi desammi bo'ladi. Lekin bu yerda yanalar men ko'rgan vaqtim bilan, men ko'rgan makon bilan, men tasvirlagan makon yana o vaqtcha o'xshamaydi. 50 yilda farq bor. Men yana nurg'un naslni shu vaqtda yashagan, shu makonda shu vaqtda yashagan odamlarningki hayotini o'rganish orqali his qildim. Asarning vaqasi yoziladigan vaqtdagi arablarning hayoti, turmushi qandayligini men bularni o'rgandim. Misrga bormadim, ammo Misrning hayotini, Qoiraning turmush avvalini asl o'rgandim. Eng muhimi Pokistondagi Lahor turmushi. Atxon Pokistondagi Lahor turmushi qabladi. Bu G'o'jimollaning suiqasdi bilan, chiqishi bilan soqchilar buni qo'lga qilib Lahor turmusini tashlaydi. Ammo qanday qilib Lahor turmushni yozdim. Men Saudiyadan turmush o'rganib qaytib kelib, Rawalpindida Rabatga tushdim. Rabat deganimiz bizniki Damsaray degan gap hamda. Shu yetish jarayonida men bir Uyg'ur bilan bir paralashib qoldim. Bu Saudiya Qashqarlik odam. Bundan tonish jarayonida Aymışda Allah'ın yıkıtına ters çıktım diye anlat kaldı. Şunlarla bunu kollab, tepsi bilgen. Ayşe Turmedeki, Ayşe Gundu paylarının hayatı kandak olurdu. Kaydı tüzümü kandak olurdu. Hep bu adamı bana erinmeyi tepsirsiz etmedi. Yani bu adamın yatkan vakti mi? O atka yatkan vakit emez. 48. yıl emez. 48. yıl emez. Bu adamın yatkan vakti mi? 90. yıllık yap. Ama bu adamdan sorsam, Lahor turmusi aşı Angliya hükümranlık vaxtida qurmagan, hozir o'xshash dedi bana. Demak, mushu turma hayotini men endi garchi o'z beshimdan o'tkazgan, o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mi, men Pokistonda mush turmada yotgan, mush turmaning dardini tatgan butun narsani bizning odamni ziyorat qilishni inchik egallash orqali yozdim. Demisam mushu tafsilotlarni chin tasvirlangan. Men inchiklab o'qidim. Turma hayoti, turmada Gundupaylar, mahbuslarning turibdagi xo'rlanish ahvollarini inch kitobda yozilgan. Onun bir chilliq purqib bildirib turadi. Balki turmushni amaliy o'rganishingiz, kuzishingiz natijasida balki mushunday qurlar bitib chiqqan bo'lishi mumkin. Hamda Muhammad Po'lat aka, mushu romanni boyimi dedingiz, mushu badiiy muvaffaqiyati yaxshi bo'lgan, badiiy jihatdan yuqorilik bo'lgan. Hamda mushu romanninki mushu badiiy muvaffaqiyatlarini bir konkretni ta'liq qilgan bo'lsangiz o'tga. Bu asarni o'qigan vaqtda birinchisi tematik mazmunning xosligi meni ta'sirlantirdi. Aqad turdiki, bu tematik mazmunning xosligi qamirgan ijtimoiy mazmun aytgan. Kang tarixiy reallikka murojaat qilgan. Shu doirani o'zining mahoratiga tayinib kichikgina badiiy sahnaga yig'a olgan. Yana birisi personajlar munosabatini o'ziga xos. Bu endi bevos shaxsning ro'y dunyosiga taqishida endi personajlar munosabatining o'zi mana shu qimmat axloq qaratishda qurilg'ashqa bu hayotiylikka ega, qiziqarliq ega bo'lgan. Yana birisi ziddiyatlarning xarakteri. Bu siyosiy to'qinish emas. Yoki mansab talashish yo boshqa narsa emas. Bu bevosita axloqiy to'qinishga qurilgan. Hayotiylik kuchli. Agar personaj mushundaq muhit ichida hareket qilinsa, buning turmushligi, hayotiyligi, kitobxonning ro'y dunyosini qo'zg'agan badiiy ta'sir kuchi texnik yuqori bo'ldi. Bu adab shu asarda shu ruh bor. Endi yana birisi badiiy til. Masalan, shu romanda o'qisak, personajlar tilining har birisi o'z xarakteriga munosib bo'lgan xoslik alohidalik ega. Endi yozuvchining tasvir tili, bayon tilimi o'zi xoslik ega. Ondan keyin buningda endi kitobxonni cho'nqur o'ylantiradigan badiiy falsafiy muhokimalar bor. Buni shu personaj xarakteri tabiiy kirgizib o'tgan. Bu narsaning o'zi badiiy muvaffaqiyat emas, bu yozuvchining ijodiy vaznidan tug'iladigan, badiiy mahoratdan tug'iladigan bu alohida xususiyat. Menimcha shu
Sarsarroq romanның бәдii muvaffaqiyatlarini men mushadan ko'ngli bo'ldi deb qarayman. Ondaqda boya badiichillikni bir muvaffaqiyat dedingiz, mana bir asar qo'yilgan. Ondaqda mush asarninki badiichilligi bilan turmushchilligi masalasi qanday bir taraflangan? Turmushchilligi meningcha mushu yozuvchining tasvirlariga qaraganda turmushdan ko'chirilgan, aynan ko'chirilgan hech qanday narsa yo'q. Hammasi yozuvchining ijodiy tafakkuri orqali qayta pishqirib ishlangan. Endi tillik alayidligi nima desangiz, masalan, buni endi siz o'qisangiz ko'z oldingizga dal shu hodisaning o'zi keladi. Bu endi shu tilning qudrati. Yana birisi personaj tilda shuning ro'yi dunyosi qanday bo'lsa, bu yozuvchi dal shu tempidagi tilni bergan. Shu o'zining personajining shu jonliq tilidan uning ro'yi dunyosining ma'naviy qurilmasini qandayligini bilgili bo'ldi. Bu endi yani tildagi yozuvchining mahoratini aks ettiradigan ikki taraf. Til san'ati deganimiz bu qiziqchiligimiz bo'lmaydi. Bu ijodiy badiiy til. Personajni qayta to'ldiradigan til bo'lishi kerak. Menimcha bu romanda shunday til bor. Mushtaraklardan qarab buni endi bizning shu prozimizning yaqin yillardagi bir cho'ng muvaffaqiyati deb hisoblayman. Men bunday o'yladim qarang. Birisi siz degandek makon bilan zamon tabiiy birlik kelgan. Acı devrinin adımıda bu. Acı zaman hiç qanday sıldı qılıb olmaydı. Bu roy dünyasının şundaq, vakanın barlıq kelişi rivayını idaresi şundaq. Birisi zaman makan nimesi personaj roy tabii sınıp ketken. Bu bir alaydı bir karakter. Endi meni bek ta'sirlantirgan yeri romanda tasvirlangan har bir personaj faqat o'ziga o'xshaydi. Bu endi yozuvchining tafakkur, ijodiy tafakkur kuchi bilan badiiy mahoratga munosabatli ekan. Vatanning tarixi har bir shaxs, har bir shahar, har bir qishloq, har bir obidining tarixidan iborat. Dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu otash zaminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda. Demisimi? Aç bir ufuk şeklinde şundan bir ufuk var. Axir turdikan men bu Sarsarroq roman nashr qilinib bir yildan keyin bu romanni o'qib chiqqan. Ondan keyin bu romanni o'qidim. Hamda har qatam o'qiganda romandagi Akbarning ro'y dunyosiga munosabatli bo'lgan bir tasvir meni to'liq suyundirdi ham murakkab bir tuyg'u erkak taslaydi. Biz mush romanninki mushu Akbarninki qalb dialektiga bir taqishadigan mushu qurlarni bir o'qib shu vaqtda bir muloyiz qilib boqaylik. Akbar ko'zlarini xiyol bilan yerim yumib, dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu otash zaminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda edi. U yiroqdagi sovuq tutashgan yoysimon ufqdan, dengizning shovqinliq bujg'ilaridan go'yo yurtining yeshillik qilib turgan bog'u eramlarini, ona tilida so'zlashayotgan o'z kishilarining yaqinlik paranglarini, qaynoq bozorlardagi tantanlik sadolarni anglagandek, ko'rgandek bo'ldi. Qudratli Xudo, shu turqida bir karomat qilsang, dengizdagi bir beliq xuddi cho'chaklardagidek meni dumbisiga mindirib, shu yiroqdagi seg'ingan, tashna bo'lgan yurtimga qarindoshlarimni qishib ipasa, xushallikdan yuraklarim yerilib ketami. Anda bo'lganda axir turdi ekan, shu qurlarni albatta kerak. O'zining to'lib o'sgan yurt makoniga bo'lgan o'tliq bir seg'inish. Hech nimaga tanlashtirib bo'lmaydigan o'tliq bir muhabbat. Mush personajninki pesik tasvir sifatida berilibdi. Endi sizningki mushu qurlarni yozayotgandagi kayfiyatingizni bir bilib boqim bor. Akbarninki Qizil dengizga bir arab og'inisi bor, ismi Harisqo deydi. Haris. Haris bilan birga Qizil dengizning bo'yiga cho'milishga chiqib, Haris dengizda yüzib o'ynaydi. O ishga kirkitadi, bu ishga bak kirishkiranmas, dengizning bo'yiroq suzib o'ynab, keyin shu endi dengiz qaragandagina demisimi, ash bir ufuk shaklida shunday bir ufuk bor. So'ning ash bitar ufukda ko'rinadi. Shuna qarab o'tirib, shu o'ziga ya'ni shu o'zining shu vatanga bo'lgan, yurtga bo'lgan muhabbat intilishi ash paydo bo'ladi. Hani muşqurlarni yozgan vaqtimda meni o'zimning hissiyotimga kirib ketdi deyishga bo'ladi. Nemishqa desa, men shu chaqda birinchidan Turkiyada bir oy turdim. Endi shu bir oy menga nayt uzun bilinib ketdi. Uzun bilinib ketdi. Shu bir oy ichida qachon ketaman? Bir tezroq ketsam bo'ladi. Ya'ni shu yurt eslikan nima ko'rmasan?
aşağıdaki yana şu oynab kılıp yaycağanға yetmeydi ekan degan bir xil hissiyat shu vaqtda bir ayni ters to'sqazdim men shu. Kim shu balkim shu Qur'onni yozayotganda o'zimning shu hissiyatim kirib ketgan bo'lishi mumkin aşağıda. Vatanparvarlik inson qalbidagi bir xil muqaddas tuyg'u, vijdoniy tuyg'u. Ammo har bir yozuvchining shu temini aks ettirishdagi formasi, uslubi ma'ruf o'xshamaydi. Ayndaq badiiy rangdorlik egilgan personajga munosabat orqali aks ettirilgan. Undaqda Mehmet Polat ekan shu vatanparvarlikdan iborat bu tema endi o'lmas tema. Bunda klassik shoirlarimiz, klassik adablarimiz buni temani aks ettirgan. Siz boy degandek bugungi zamon Uyg'ur adabiyotidan bu tema yo'rtilib kelgan endi. Gerçi bu tema koni tema bo'lsa ham, ammo har bir yozuvchining shu temini aks ettirishdagi formasi, uslubi ma'ruf o'xshamaydi endi. Shunday bo'lganda siz Ahad Turdi apandining shu vatanparvarlikdan iborat shu temini muvaffaqiyatli yo'rtib berdi deb qaramsiz? Men shunda qarayman. Nima uchun? Birinchisi, endi bizning adabiyotimizda tematik mazmunning kengligidan, cho'nqurligidan olganda hozirgacha maxsus vatanparvarlik temasida o'tmishdagi muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimizning murakkab hayot to'g'risida bunday yirik asar texbarlik kerak. Ikkinchisi, Ahad Turdi shu temani badiiy yo'lda yo'ritib berishda yuzida bor badiiy mahoratni, talant iqtidorning hammasini shu asarga singdirgan. Uchinchisi bu shu tematik mazmunni odamni hayron qoldiradigan hayotiyligi kuchli. Turmush xosligi ega, o'zi xos fikr, hissiyot, tuyg'u, hayot yo'liga ega bir to'p personajlar murakkab. Odamni tabiiy qiziqtiradigan, ayndaq badiiy rangdorlik egilgan personajlar munosabat orqali aks ettirilgan. Men shu taraflardan qarab, sarsarroqni bizning adabiyotimiz barliq kelgan vatanparvarlik temasiz yig'ishlarda asarlar ichida o'zi xos egilgan bir badiiy roman deb qarayman. Ahad Turdi endi shu romaningizni o'qigan odam shu personajlarningki taqdiriga, ularning shu turmushdagi realniy asosiga ko'proq diqqat qiladi ekan endi. Endi shu asringizda yaratilgan shu xilma-xil personajlarningki ichida qaysilarining real turmushda prototipi bor? Men bir savdogar ya tijoratchining ayisi oldum. Shunda bo'lg'achqa men shu oilamda yo'liqqan va oilam bilan munosabat qilgan nurg'un savdo tijoratchilar odamlarning ishidan albatta birisining quliq kebisining buni birisining bishir degandek otqanda bo'ldi. Hamda ma Yelimsha masalasi kelsak, Yelimsha mushundaq xildiki, toyibidiki bir turkum odamlarning orasidan chiqqan bir vakil xarakterli obraz deb qarayman. Bu romanda endi yana yezilmay qopti deydigan bir buzqaga yana bormi Ahad Turdi bu romaningizda? Hozirgacha menga birisi yak palaniya çalıp kaptı ya pistaniye, uzun bulup kaptı pistaniye, kısa kop kaptı diyen gap hazırlıkça anlamadım. Üzemmi hazırlıkça hem de müşahede kaptı diyen nesini hiç kılmadım. Rahmet ikanlarına ait yaxşı muvaffaqiyatli suhbatlashdik. Kimki o'z vataniga mansub bo'lmasa, u insoniyatga mansub bo'lmaydi. İnsan uchun vatansizlikning dardidan ortiq judolik bo'lmasi kerak. Vatandan ortiq baxt bo'lmasi kerak. Har kim o'z yurtida, o'z vatanida cho'nqur iltiz tatalaydi. Chunki cho'nlami degan toshmi tushgan yerda eziz deb. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Kelarki programmamiz sizlarga yana yangi suhbatlarni sunamiz. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.